Har kuni atrofimizda hayot davom etadi. Odamlar ishlaydi, o'qiydi, sport bilan shug'ullanadi, bolalar quvonch bilan o'ynaydi. Bu tartib va erkinlikning asosida esa jamiyatning bosh qomusi konstitutsiya turadi. Biz odamlar konstitutsiyaning jamiyatimizdagi o'rni haqida qanday fikrda ekanini bilish uchun so'rovnoma o'tkazdik. Bitta so'rovnoma o'tkazmoqchi edik sizdan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini jamiyatdagi o'rni haqida biroz. Konstitutsiyamizning meni fikrim endi jamiyatdagi o'rni juda katta. Chunki konstitutsiya bo'lmasa agar, qonunlar bo'lmasa, odamlar o'z axloqini, o'z qonunlarini bilmaydi, shu bilganlaridan qolmaydi. Har qanchadir muddatda qonunlar konstitutsiyaga kiritiladi. Bu yaxshi odamlarga mos qilib yaratishadi. Assalomu alaykum. Muratbek, Javohir, yaxshimisizlar? Sizlarga savolim bor edi. Yangilangan konstitutsiyamizning hayotdagi o'rni haqida ozgincha insightlar. Shu eshitishim bo'yicha konstitutsiyamiz o'zi yangilangan konstitutsiyamiz 2013-yil 30-aprelda referendum orqali yangilandi. Unda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Bu asosiy o'zgarishlar bu men uchun davlatimizni dunyoviy deb tan olgani, bitta bir dinga davlatimiz majburan singdirmasligi deb o'ylayman men uchun. Assalomu alaykum. Biz so'rovnoma o'tkazayotgandik. Konstitutsiyaning jamiyatdagi o'rni qanday degan. Shunga fikringizni bildira olasizmi? Xo'p, konstitutsiyani bizani hayotimizda, ya'ni davlatimizda o'rni juda ham katta. Misol uchun biz yoshlarga katta imkoniyat ochib beradi. Bu narsa har bir insonni teng huquqli qilib va ta'limimiz, bepul ta'lim imkoniyatini beradi. Rahmat kattakon. Va butun dunyo hamjamiyati jonajon vatanimizni yoshlariga qarab, ularni yongan ko'zlariga qarab, ularni bilimga chanqoqligiga qarab, ertangi kunga befarq emasliklariga qarab lol qolayapti, hayron qolayapti. So'rovnomamizda qatnashib o'tganingiz uchun rahmat. Sizga birinchi savolimiz, konstitutsiyani jamiyatimizda o'rni haqida gapira olasizmi? Konstitutsiya juda zarur. Ya'ni shu konstitutsiya so'zida eng ajoyib konstitutsiyaviy davlat yaratilsin. Eng ajoyib haq-huquqlar bo'lsin. Lekin insonlar o'z haq-huquqlarini bilmasa, hammasi birdinga qimmat. Shuning uchun har bir O'zbekiston insonlari shu konstitutsiyani o'qib chiqishlari zarur, o'zlari uchun. Konstitutsiyaning hayotdagi o'rni haqida fikringiz? Конституция – самый основной закон всех остальных законов, и она имеет очень большую и самую сильную юридическую силу в системе права и даже в жизни общества. Все. Assalomu alaykum. Sizga bitta savol bilan murojaat qilsam. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yildagi yangi tahdidagi konstitutsiyasiga qanday o'zgartirishlar kiritildi bilasizmi? Birmuncha Mamut ekanman. O'zbekiston Respublikasining yangi tahdidagi konstitutsiyasiga ko'plab o'zgartirishlar kiritildi. Normalar ko'paytirildi, kengaytirildi, izohlar kengaytirildi. Bundan tashqari advokatura bobi qo'shilgani haqida ma'lumot egaman. Hayotingizdagi eng ko'p uchraydigan konstitutsiyaviy model qaysi? Hayotimda eng ko'p uchraydigan konstitutsiyaviy moddalardan biri 50-modda deb o'ylayman. Chunki har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi 50-moddada belgilab qo'yilgan. O'zbekistonning ko'pchilik qismini, aholisining ko'p qismini yoshlar tashkil etganligi uchun ham hozirda yoshlarning ko'pchiligi o'qish bilan band. 50-modda ko'proq ishlatiladi deb o'ylayman, chunki ta'lim olish huquqi hamma uchun belgilangan, hamma ta'lim olish huquqiga ega ekanligi. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga savolim bor edi. Konstitutsiyaning inson hayotidagi o'rni bo'yicha qanday tushunchaga egasizlar? Shu haqida ozgina ma'lumot bera olasizlarmi?
Birinchi bo'lib konstitutsiyamiz bu inson hayotidagi, jamiyatdagi butun bir davlat tuzilishini shakllantiruvchi asosiy qonun hujjati hisoblanadi. Bu asosan davlatimizning fundamental qonun hujjati. Bunda shaxslarning asosiy huquqlari, erkinliklari, ularning siyosiy huquqlari, iqtisodiy huquqlar, yashash huquqlari va bundan tashqari dam olish huquqlari, ijtimoiy barcha huquqlar berilgan bo'ladi. Konstitutsiya bu barcha bizning huquqlarimizni ta'minlab beruvchi qonun hujjatlarining asosi hisoblanadi. Uzbekistan. Oh, I really hope so. It's our first day in Uzbekistan. Really? Tashkent. Yesterday. No, tomorrow. Today night. Today night. This is the first day in Uzbekistan. Nice. I have one question. First question, do you like Uzbekistan? Yeah, I love Pakistan. And second question, where are you from? I'm from China. Pakistan is beautiful, very beautiful. Okay. What do you think Uzbekistan is so beautiful? 认为哪里漂亮 ？The city, or the weather, or others. Thank you. Thank you. Biz kim mulki Turan, amir Turkistonmiz. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, odamlar konstitutsiyani o'z tajribalari orqali izohlab berdi. Kimdir konstitutsiyani mehnat qilish huquqi desa, boshqalar esa ta'lim olish, erkin kasb tanlash huquqi dedi. Masalan, biz sotuvchilardan olgan intervyumizda konstitutsiyani mehnat qilish bilan bog'ladi. Talaba va o'quvchilar esa ta'lim olish huquqi bilan bog'ladi. Shunday ekan, konstitutsiya insonlar hayotida bevosita va bilvosita o'z o'rniga ega. E'tiboringiz uchun rahmat.